Hozir traktorchim chizilini taqqani ketdi. Endi chizil qiladi. Keyin makkayi sepamiz, keyin agat tortadi. Otajonim bo'lganda mana shularni o'zi qilib ketardi. Men hayotda aralashmasdim. Har bir odamning o'zining joyi bor ekan. Faqat ishi uchun emas, masalan, menga juda ham ko'p joyi bilinyapti. Endi Xudoga shak bo'lmasin. Hech yashagim kelmay qolgan. Otamga rossa ham bog'lanib qolgan ekanman. Nima gap bo'lsa, otajonimdan maslahat so'rardim. Chiroyli tushuntirib aytib berardi. Mana shunday qilasan, shunday bo'ladi deb. Hozir bo'lsam bitta ish qilish uchun mana shu Tomarqamda ham necha kishidan so'ram, necha kishiga borib yalinib keldim. Traktor, hali ham bir bobo bor ekan. U ham yaxshi inson ekan. Yaxshi nima qilar ekan, ishining puxtasi ekan. Endi Xudoning ishi ming yaxshi ko'rib dod deganimiz bilan qaytib kelmas ekan. Keyin bitta narsani ko'proq nima qildim? Ota-onani juda ham yaxshi ko'rmaslik kerak ekan, hatto o'zining bolasini ham. Masalan, men shu nima bo'ldi-da, otamni juda ham yaxshi ko'rardim. Kim gapirsa urushib ketardim-da. Boyagi nima qilardim? Xuddi bir o'zining kuchi yetmaydiganday men o'rtaga tushib shunday urush qilardim, lekin o'zining ham nimasi qilardi? Kuchi yetardi, gapga ham, nimasiga ham. Tarafini juda ham ko'p olganman-da. Keyin juda yaxshi ko'rganman. Boyagi uxlab yotganlarda ham endi uyg'onganda nima qilmasim deydi. Uyg'oq bo'lganda, lekin uxlab yotganda o'pib qo'yardim peshonasidan. Shu Alloh juda ham yaxshi ko'rgan insonni olib qo'yar ekanda. Men uni keyin boshqalardan ham eshitdim. Hozir enamni ko'proq yaxshi ko'rmaslikka harakat qilaman, yaxshi ko'rmayman. Enajonimni o'zing asra, Allohim deb duo qilib qo'yaman, lekin Xudo asrasin ekan. Har bir insonni farzand ota-onasini juda ham yaxshi ko'rsa, mana to'satdan ketib qolar ekanda. Otajonimga bir payt shu kechigi tushkunlikka tushgan paytlarim shaytonning vasvasiga uchrab namozlarimni o'qigim kelmay qolar, o'qimay qo'yaman. Lekin namoz o'qiyman, Allohga shukr. Shu o'qimay qo'yib, kechiktirib o'qiyman. Lekin har bir o'qiganimda Mulk surasini o'qiyman. Mulk surasi juda ham yaxshi ekanda. Yosin surasini, Mulk surasini juda ham ko'p o'qiyman otajonimga atab. Shuning uchun boyagi qiz farzand otasiga mehribon deydi-ku, ana shuni aytsa kerak-da. Endi u dunyosini bersin. Allohim u dunyoda qiynalmasin. Shu o'qib turgan duolarim borib tursin otajonimga. Xudo xohlasa jannatlarda jam etsin otajonim bilan, jannatlarda